Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi markazi Turkiyadagi Dunyo yoshlar konsining 2021-yillik yoshlarga tuhfa va tadbirkorlik mukofotiga loyiq ko'rildi. Dünya Yaşlar Konseyi 26 dekabr yakshanba kuni bu munosabat bilan Istanbulda maxsus mukofot tarqatish murosimi o'tkazib, Dolqun Aysa apandimga berilgan mukofot va sharafnomani Turkiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid apandimga topshirib berdi. Markazi Turkiyadagi Dunyo Yoshlar Konseyi 2015-yili qurilgan xalqaro bir tashkilot bo'lib, uning 7 davlatda maxsus sho'balari va 40 mingdan ortiq a'zosi bor. Mukofot tarqatish murosimida so'z qilgan Dunyo Yoshlar Konseyining raisi Husayn Chalab apandim, Turkiya hukumatining cheklamasi tufaylidan Dolqun Aysa apandimning Turkiyaga kelib mukofot tarqatish murosimiga bevosita qatnashishdan mahrum qolganligidan qattiq afsuslanganligini ifoda qilish bilan birga, o'zlarining har zaman Uyg'ur qarindoshlari bilan bir safda ishkanligini, ovozi bo'g'ilayotgan Uyg'ur qarindoshlarining ovozini tuyg'uzish uchun butun munbarlarda ularning sadosini dunyo jamoatchiligiga tuyg'uzish uchun tirishchanlik ko'rsatganligini ta'kidlab o'tdi. Dolqun Aysa apandimga vakolatan mukofotni topshirib olgan Abdurashid Abdulhamid apandim mazkur mukofotning butun Uyg'ur xalqiga berilgan bir sharaf ekanligini, Uyg'ur xalqining turk qarindoshlarining qo'llashiga har zamondagidan bakarak ehtiyoji borligini, Turkiya hukumatidan uzun yillardan buyon Dolqun Aysa apandimga qarata yurgizib kelgan chegaradan kirish cheklamasini tezroq amaldan qoldirishini taqozolik bilan kutayotganligini bildirdi. Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida o'zini bu mukofotga loyiq ko'rgan Dunyo Yoshlar Konseyiga alohida minnatdorlik bildirish bilan birga, o'zining Turkiyaga kirishi cheklangan bir vaqtda markazi Turkiyadagi bir tashkilotning turli besimlarga qaramasdan o'zini mazkur mukofotga loyiq ko'rganligining to'limi ahamiyatli bir hodisa ekanligini, Uyg'ur xalqi bilan qon qarindosh bo'lgan turk xalqining qo'llashiga erishishning Uyg'ur milliy harakati uchun hayotiy qimmatga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Xitoy tarafidan Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik harakatiga bevosita qo'mondonlik qilganligi sababli Amerika va Yevropa ittifoqining jazo va embargosiga uchirgan va sisiqnomi dunyoga pur ketgan atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyasining sekretari Chin Chuangoning 25 dekabr kuni Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy komiteti tarafidan Sharq Turkistondagi barliq vazifalardan ilib tashlanishi va uning o'rniga yuqori darajalik bir akademisyen hisoblangan Guangdong o'lkasining partiyakum sekretari Ma Shungruyni atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyasining yangi sekretarligiga tayinlashi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarida mazkur qarorning sabablari tushuntirilmagan bo'lsa-mu, ammo Chin Chuangoning boshqa o'rniga yo'tkiladiganligi ta'kidlangan. Chet ellardagi siyosiy kuzatuvchilar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi sababli navbatda Xitoyga qarshi xalqaro besim kundan kunga kuchayotgan. Chin Chuangoga qarshi g'arb davlatlari tarafidan orqa-orqadan embargo va jazo tadbirlari yo'lga qo'yilayotgan bir paytda Xitoy markaziy hukumati tarafidan ilingan yuqorgi qarorning faqatli dunyo jamoatchiligining diqqatini boshqa yoqqa burash uchun o'ynalgan bir siyosiy o'yin ekanligini. Chunki Chin Chuangoning faqatli Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy markaziy hukumatining buyrug'ini ijro qiluvchi bir cho'moqchi ekanligini, Xitoy markaziy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan tub siyosatida cho'ng bir o'zgarishning bo'lmaydiganligini ilgari surishmoqda. Tonilgan tadqiqotchi Adrian Ziniz yaqinda Sharq Turkistonda yurgizilayotgan lager va majburiy emgak qatorliq inson qilibidan chiqqan jinoyatlarning Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning bevosita yo'l yo'riqi bilan ijro qilinganligini isbotlab chiqqan edi. U Uyg'ur sud kollegiyasiga noma'lum bir shaxs tarafidan avatib berilgan Xitoyning mutlaq maxfiy hujjatlarini tadqiq qilish asosida yuqorgi yakunni chiqargan. Natijada Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikning Xitoy markaziy hukumatining bevosita planlashi va yetakchiligida ilib berilayotgan uzun muddatli bir siyosiy strategiya ekanligi yanada oydinlashib, zo'r g'ulg'uli qo'zg'agan edi. Ammo yana ba'zi analizchilar xalqaroning intayin kuchli besimiga duch kelgan Xitoy markaziy hukumatining Sharq Turkistondagi qattiq qo'l siyosatini biroz yumishtish va bu orqali xalqaroning ko'zni bo'yash ehtimolligining mubolag'ini qayd qilishmoqda. Chunki Xitoy hukumati yaqinda tuyuqsizlar vatandagi ba'zi Uyg'urlarning chet elga tuqqan yo'qlab chiqishiga yo'l qo'yishga boshlagan va buni butun matbuotlarda keng ko'lamda tashviq qilishga boshlagan edi. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarda ko'rsatilishicha atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyasining sekretarligiga tayinlangan Ma Shungroy 1959-yili 10-oyda Shandong o'lkasining Yuncheng noyasida tug'ilgan bo'lib, ilgari Xitoy davlatlik olam qatnash ishlari idorasining boshlig'i, davlat mudofaa fan texnika idorasining boshlig'i, Guangdong o'lkasining raisi qatorliq vazifalarni o'tagan ekan.
Sanoat fanlari bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan va universitetda professor bo'lib ishlagan Ma Xingruyning yurti Shandong o'lkasining Yuncheng noyasi bo'lsa, Xitoylarning mashhur klassik asari Suv bo'yida nomli romanini o'qiganlar uchun nihoyat tanishli bir ism bo'lib, Suv bo'yida romanining bosh qahramoni. Taslimiyatchilarning simvoli Songjiangning yurti dal ana shu Shandong o'lkasining Yuncheng noyasi edi. Tədqiqatçılar Xitayning xalqaradagi obrazining 2021-yil tarixdagi eng nachar darajaga tushganligini ilgari surishmoqda. Tədqiqatçılarning qarashicha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasi texi xalqarada bugungidek jiddiy tema holiga kelishdan ilgari Wuhandan taralgan korona vabosining ziyonkashliklari, Xitoyda davomlashayotgan kishilik huquq dafsandichiliklari sababli xalqaro jamiyatning Xitoy davlatiga qarata pozitsiyasi zo'r darajada o'zgarishga boshlagan. 2021-yili Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi g'arbdagi ba'zi davlatlar tarafidan e'tirof qilingandan keyin va Hong Kong demokratiyasining halak bo'lishi, Tayvanning kunsiri kuchli tajovuzchilik tahdidiga yo'l qo'yishi, Xi Jinping hukmronligidagi Xitoyning bag'ansiri tez mustabidlik yo'liga qarab menishi xalqarada Xitoyga bo'lgan gumonni oshirib, ishonchni zo'r darajada tuvallatgan. Xitoyning dunyoga hukmron bo'lish xiyolini barbod qilgan. Agar bir davlat xalqarada e'tirof qilgudek ishonchiga erishamasa, uning dunyoga hokim bo'lishni talab qilish salohiyati bo'lmaydi ekan. Xalqaralik ishonchni zo'rlik bilan, zo'ravonlik bilan qo'lga keltirgili, pulga setib olg'ili bo'lmaydi ekan. O'zining fuqarolarini turkumlab jazo lagerlariga qamash bilan xalqini erkinlik ham demokratiyadan mahrum qoldirib, mustabid hukmronligi ostida xo'rlash bilan uningga erishgili texmi bo'lmaydi ekan. Xalqarada ishonch qozonish uchun ijtimoiy va madaniy jihatdan ta'sir ko'rsatadigan, kishilarni o'z irodasiga qoyil qila oladigan bir yumshoq kuch bo'lishi lozim ekan. Halbuki Xitoyda bu yo'q bo'lib, Xitoy 2021-yil bulardan ayrilib qolgan. Bu qarashni ilgari surgan germaniyalik tadqiqotchi, muxbir Rodionning 22-dekabr Germaniya to'lqinlari radiosida e'lon qilgan Xitoyda ishonch masalasi mavjud nomli maqolasi mushu temaga bag'ishlangan. Maqola Xitoy hukumatiga bo'lgan ishonch tez suratda zaiflashmoqda. Bundaq bir vaziyatda Beijing qandoqsiga butun dunyoga rahbarlik qilishni talab qila oladi degan kir so'z bilan boshlangan. Rodionning bildirishicha, Markaziy Washingtondagi fan tadqiqot markazining 2021-yillik Roysinash doklati Xitoyning dunyodagi obrazining bu yil tarixdagi eng tuvan darajaga tushganligini isbotlagan. Doklatda dunyodagi oldingi qatorda mengayotgan 17 sanoat davlati ichida Xitoyga qarata ko'z qarashning bu yil texmi nacharlashganligi ham Xitoyga bo'lgan ishonchning yo'qolganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Abdur Xitoyda ishonch masalasi mavjud nomli maqolasida buning sabablari to'g'risidagi qarashlarni bir qancha nuqtadan bayon qilib o'tgan. Rodionning maqolasida mundaq jumlalarga o'rin beriladi. Xitoy Kommunistik partiyasi axborotni qattiq nazorat tuzilmasi orqali idora qiladi. Yozmalar, baholar, tashviqotlar butunlay kommunistik partiyaning irodasiga bo'ysungan holatda tarqaladi. Hatto ijtimoiy taratqulamı butunlay qattiq boshqarish ostida tutiladi. O'xshashli kommunistik partiya yana iqtisodni, adliyani, ilm-fan va ma'arifni idora qiladi. Natijada hayotlik zaminining barliq bulung-pushqoqlari nazoratdan xoli qolmaydi. Xitoy Kommunistik partiyasi o'z xalqiga qattiq taqobil turmoqda. 100 minglagan Uyg'ur musulmonlari hozir jazo lagerlarida qayta tarbiya olishga majburlanmoqda. Hong Kongda demokratik harakat saqchi zo'ravonligi va qonuniy vositalar bilan bostirilgandan keyin Xitoy kommunistlari saxta saylam o'tkazdi. Dünya Uyghur Qurultayı Qanun Komitetining mudiri Mehmet To'xta apandim tarafidan Kanadada qurib chiqilib faoliyat ko'rsatayotgan va Amerika demokratiyani ilgari surish fondi ENIDning iqtisodiy yordamiga erishgan Uyg'ur huquqini tashabbus qilish qurilishi Kanada Federatsiya hukumati bilan majburiy emgakdan yasalgan deb gumon qilingan mallarning Kanadaga kirishini to'smoqchi bo'layotgan musofirlarni qo'g'dash tashkiloti o'ttirsidagi qonuniy dialoga aralishish salohiyatiga erishgan. Kanadaning Cho'lpon gazetida xabar qilishicha Uyg'ur faoliyatchisi Mehmet To'xta apandining yetakchiligidagi Uyg'ur huquqini tashabbus qilish qurilishi Kanadadagi jiddiy ehtiyojli musofirlarni qo'llash tashabbusi deb ataladigan tashkilot tarafidan boshlangan da'voda qonuniy dalillarni o'ttirib qo'ya oladi ekan. Jiddiy ehtiyojli musofirlarni qo'llash tashabbusi tashkiloti bu yil 2-oyda Federatsiya sud mahkamasiga arz sunib, Kanada chegara mulozimat organiga Sharq Turkistonda yasalgan mahsulotlarning Kanadaga kirishini cheklash huquqi berilishini talab qilgan ekan. Mazkur sudda Uyg'ur huquqini tashabbus qilish qurilishi Kanadaning nima uchun Sharq Turkistondan kirgizilgan mahsulotlarni cheklashi kerakligi haqida isbot sunadi ekan. Mazkur tashkilotning ijroiyat direktori Mehmet To'xta apandi Cho'lpon gazetiga qilgan so'zida bu haqiqatan ahamiyatlik. Chunki biz bu orqali xalqimizning ovozi bo'la olamiz va Kanadaning nima uchun tadbir qo'llanib, Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan bulg'angan mahsulotlarni import qilishni to'xtatishi kerakligini ko'rsatib bera olamiz degan.
Ma'lum bo'lishicha, bu Uyg'ur tashkilotining tunji qitim Kanadada bundaq o'ringa erishishi ekan. Navbatda Kanada jiddiy ehtiyojli musofirlarni qo'llash tashabbusi va Uyg'ur huquqini tashabbus qilish qurilishi federativ sudda bu da'voning ko'rilishini kutmoqda ekan. Dünya Uyghur Qurultayı Mərkəzi Orqanı Qurultay tərkibidəki hər qaysı qeyrindaş təşkilatlarımızğa ayrım-ayrım halda uqtırış yollab, ularni Uyghur, Tibet, Hong Kong, Mongol, Tayvan təşkilatlarını öz içigə alğan 200-dən artıq təşkilatның birləşişi bilan qurulğan 2022 yillıq Beijing qışlıq olimpikini boykot qilish birlik sepi tərəfindən 2022 yılı 1 ayının 4-cü günü bütün dünya miqyasida bir tutaş halda ilib beriladigan narazılıq hərəkətlərə aktivlik bilan ovoz qo'yishga chaqirdi. Her qaysi əllərdəki Uyğur təşkilatlarının rəislərinə yollanğan uqturuşda mundaq deyilgan. Hörmətlik təşkilat rəisləri, Uyğur, Tibet, Hong Kong, Mongol, Tayvan təşkilatlarını öz içigə alğan 200-dən artıq təşkilatның birləşişi bilan qurulğan 2022 yillıq Beijing qışlıq olimpikini boykot qilish birlik sepi oldingi kuni xalqarada jiddiy davom qilayotgan 2022 yillıq Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish harakatini yanada yuqori pallaga ko'tarish maqsadida 2022 yillıq Beijing qışlıq olimpikini boykot qilish birlik sepining asosli qurg'uvchilarining biri bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim bu munosabat bilan 21 dekabr e'lon qilgan chaqiriqida har qaysi alladagi Uyg'ur tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimiz va aktivistlarimizni 1 oyning 4 kuni o'zdiri turishliq davlatlardagi olimpik komitetlarining yoki hukumat binolarining oldida bir tutash holda namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlarini uyushtirishga chaqirgan edi. Agar o'zingiz turishliq davlatlarning hukumatlari Beijing olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilish qarori olgan bo'lsa, namoyishni olimpik komitetlarining oldida navoda o'zingiz turayotgan davlatning hukumati boykot qarori olmagan bo'lsa, u holda namoyishni hukumat yoki tashqi ishlar ministrligi oldida o'tkazsangiz bo'ladi. Har qaysi qeyrindosh tashkilotlarimizni mazkur chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'yishga chaqiramiz va bu vaqtdagi planingiz haqida Dunyo Uyg'ur qurultayiga oldin javob berishingizni iltimos qilamiz. Hürmet bilen Dünya Uyghur Qurultayı. Germaniya hökumetinden 2022 yillıq Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini diplomatik boykot qilishni talab qilish maqsadida 2022 yili 1 oyning 4 kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayining uyushtirishi bilan Berlinda keng ko'lamli yurish va birlashma namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar oldi bilan 1 oyning 4 kuni atigan soat 9 da Berlindagi mashhur Brandenburg darvozasi oldida to'planadi va bu yerdan Germaniya tashqi ishlar ministrligining binosi oldiga qarab yurish qiladi. Dunyo Uyg'ur Qurultayi tarafidan uyushtiriladigan bu qitimqi keng ko'lamli namoyishga Germaniyadagi Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va kishilik huquq tashkilotlari, shundaqla Berlindagi turk islom tashkilotlari yaqindan moslashib berdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan Germaniyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizga xitoban qilgan so'zida, garchi Amerika boshchiligidagi ko'plagan g'arb ellari 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilish qarori olgan bo'lsa-mu, afsuski Yevropa birligining boshlamchisi va parovuzi hisoblangan Germaniya hukumatining toki hozirga qadar boykot masalasi haqida aniq bir qarorga kelinmaganligini. Shunga Germaniya hukumatini boykot qarori elishga undash va Germaniya hukumatiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana bir qitim xotirlatish maqsadida bu qitimqi namoyishni o'tkazishga hozirlanayotganligini, Germaniyaning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni vatan ichida qirilayotgan xalqimizning haqqi hurmati uchun bir kunlik vaqtidan kechib Berlindagi namoyishga aktivlik bilan qatnashishga chaqiradiganligini ifoda qildi. Myunxen shahridagi qarindoshlarimizni Berlinga opirish uchun qurultay tarafidan maxsus avtobus ijara ilindi va avtobus 1 oyning 3 kuni kechda Myunxendan Berlinga qarab yo'lga chiqadi. Namoyish haqida yanada tafsiliy ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Dunyo Uyg'ur Qurultayi Markaziy ishxonasining sekretari Erkin Zunun apandi bilan bevosita aloqa qilsangiz bo'ladi. Telefon nomeri 0049 176 32 98 55 43. Hürmetli görürmenler. Yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sunduk. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishcha bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.